Salom tinglovchim. 2012-yil 10-oktyabr haftaning chorshanba kunida AQShning Kaliforniya shtatida o'z uyidan Peter Chadwick va uning turmush o'rtog'i Kvi Chadwick bedarak yo'qolishdi. Peter judayam boy odam edi. Shuning uchun uning uyi himoyalangan va obro'li hududda joylashgan edi. Peter britaniyalik millioner edi. Bedarak yo'qolgan vaqtda u 48 yoshda edi. Uning asosiy ishi investitsiyalar bilan bog'liq edi. Aslida Peter boy oilada dunyoga kelgandi. Otasi ham millioner edi. Turmush o'rtog'i Kvi 46 yoshda edi. U ham Malayziyaning boy oilalaridan birida tug'ilgan edi. Ular kollej vaqtlarida tanishib, 21 yil avval turmush qurishgandi. Peter o'z biznesini oyoqqa qo'yishi bilan mashg'ul bo'lganda, Kvi ideal uy bekasiga aylandi. Peter bilan 3 nafar o'g'il farzandlari bor edi. Qo'shnilarning aytishicha, Kvi juda mehribon va bolalari uchun barcha qulayliklarni qilib berardi. Peter ham o'z navbatida bolalarga yaxshi ota edi. Shu sababli 2012-yil 10-oktyabr kuni bolalarni maktabdan birontasi olib ketmagani g'alati tuyuldi. O'sha kuni bolalari maktabdan so'ng ota-onasini juda ko'p kutishdi. Ammo ularni hech kim olib ketishavermagach, qo'shnisi ularni o'z mashinasida keltirib qo'ydi. Biroq bolalar uyga kirisha olmadi, chunki uy tashqaridan qulf, ularda esa uy kaliti yo'q edi. Qo'shni ayol ular uyga kira olmayotganligini ko'rib, ota-onasining biron zarur ishi chiqib qolgandir deb o'ylab, bolalar tashqarida turmasliklari uchun ularni o'z uyiga olib ketdi. Bir necha soatdan keyin ham Chadwicklardan xabar bo'lmagani uchun qo'shni ayol politsiyani chaqirdi. Politsiya kelib, birinchi navbatda tashqaridan uyning biron derazasi yoki qulfi buzilmaganligini ko'rib, uy ichkarisiga kirishdi. Ular darhol er-xotin yo'qolishda qanaqadir sir borligini anglashdi. Peter ishlaydigan kabinetda katta seyf bor edi. U ochiq, ichidagi pasport va pullar g'oyib bo'lgandi. Oshxonada esa ular xuddi Peter va Kvi ovqatlanib o'tirgan vaqt ularni kimdir chalg'itgan va ularning yeguliklari yeyilmaganicha tovoqlarda turardi. Eng g'alatisini politsiya xodimlari vannaxonada topishdi. Vanna yarim to'lgan, ichida idish siniqlari bor edi. Vannaxonaning ayrim joylarida esa qizil dog'lar bor edi. Garajdan Chadwicklarning katta mashinasi yo'q edi. Biroq ko'cha kameralarini tekshirilganda 13:00 da mashinani kimdir haydab chiqib ketayotgani tasvirlangan edi. Politsiya xodimlari uchun bu rejalashtirilgan jinoyatdek ko'rindi. Jinoyat ehtirosga berilgan holda sodir bo'lib, jinoyatchi darhol uyni tark etgan, hattoki o'zidan keyin hech qayerni yig'ishtira olmay qochgan degan qarorga kelishdi. Ammo aslida uyda nima sodir bo'lganini va Chadwicklar qayerga yo'qolgani haqida politsiya hech qanaqa versiya yo'q edi. Biroq ertasi kuni 911 yordam liniyasiga Peterning o'zi telefon qilib, kecha uning ayolini Juan degan odam vannada cho'ktirib o'ldirganini aytdi. Operator undan Juan kim deb so'ragan vaqtda Peter uni mayda ishlarni qilish uchun xonadoniga qarovchi qilib yo'llaganini aytdi. Bu voqea darrov operatorga g'alati bo'lib ko'rindi va u Peter telefon qilayotgan joyini aniqlab, darhol politsiyani ogohlantirdi. Bir soatdan so'ng Peter politsiya xodimlari bilan so'rov xonasida o'tirardi. Peterning aytishicha, bir necha kun oldin o'zining qurilish obyektlarining birida Juan ismli odam bilan tanishib qolgan. Juan undan qo'shimcha ish so'ragan. Peter esa ayni paytda uyini oqlashga quruvchi axtarib yurganini aytgan. U Juanni uyiga olib kelgan. 10-oktyabr kuni Peter uyida o'z loyihalari ustida kabinetida ishlab o'tirgan vaqt ayolining chinqirig'ini eshitgan. Yugurib vanna xonasiga kirganda Juan pichoq bilan po'pisa qilgan.
Piter Kvinning vanna ichida jonsiz tanasini ko'rib, uni o'ldirmasligini yalinib yonvorgan. Xuan Piterga Kvinning tanasini katta matoga o'rashni buyurgan va ikkalasi tanani mashina bagajiga joylashtirib, Piterni garovga olib, jinoyat joyidan mashinada chiqib ketishgan. Meksika chegarasiga yetib kelishgach, Xuan Piterni yoqilg'i quyish shoxobchalarining birida qo'yib yuboradi. U shuncha iltimosiga qaramay, Kvinning tanasini boshqa mashinaga olib o'tib, o'zi bilan olib ketadi. Ular ketishgach, Piter darhol 911 yordam liniyasiga telefon qiladi. Politsiya albatta bu voqeaga butkul ishonmaydi va Piterni so'rov xonasidayoq hibsga oladi. Xodimlar Piterga protokol uchun rasmga olishayotganlarida uning bo'ynidagi ayol kishining tirnoq izlaridan izlar topishadi. Piter bu jinoyatning asosiy gumonlanuvchisiga aylandi. Biroq politsiyaga bir narsa tinchlik bermasdi. Shunaqa chiroyli oilasi bor Piter Chedvik nima sabab ayolini o'ldirdi? Tergov jarayonida bu oila yuzdan baxtli ko'rinsa-da, er-xotin muammosi katta bo'lgan. Piter oxirgi yillar Kviga ko'p xiyonatlar qilib yurgan. Kvi xiyonatlari haqida bilib qolgan va dugonasiga ajralmoqchi ekanligini aytgan. Tergovning fikriga ko'ra, o'sha kuni Kvi Piterga ajralish haqida gapirgan. Piter esa agar ajralishsa, farzandlari borligi tufayli sud ular turmushda yig'ilgan boylikning 80%ni Kviga o'tishini o'ylab, shunaqa g'alati voqea o'ylab topib, aslida Kvini o'zi o'ldirgan degan xulosaga kelishdi. Piterni hibsga olingandan so'ng bir necha kun o'tib, Kvining jasadini Meksika chegarasining axlat qutisidan topishdi. Jasad bilan birga Kvining tilla taqinchoqlari va seyfdan yo'qolgan pasport hujjatlar bilan pullarni topishdi. Piterdan nega u aytgan Xuan qimmat buyumlar va pullarni ham axlatga tashaganini so'rashganida u javob bera olmadi. Piterga ayolini o'ldirgani uchun ayblov e'lon qilindi. Biroq Piter barcha aloqalarini qo'llab, sud jarayoni vaqtida $1 million to'lab, garov evaziga ozodlikni qo'lga kiritdi. Sudning eng katta xatosi ham shunda edi. Chunki Piter ozodlikka chiqqan kuniyoq bankdagi barcha pullarni yechib, Meksika davlatiga qochib ketdi. Uni qo'lga olish uchun $100,000 miqdorida mukofot e'lon qilindi. Shunga qaramay, u 4 yil davomida qidiruvda edi. Va nihoyat 2019-yil avgust oyida Piterni Meksika davlatida qo'lga olib, Amerikaga jo'natishdi. 2022-yil fevral oyida Piter Chedvik umrbod qamoq jazosiga mahkum qilindi. Shu vaqtgacha Piterning 3 o'g'li homiylik ostidagi oilalarga tarqatib tashlandi.